Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetining Vatan davası haqidagi bayonoti. 2011-yili 4-oyning 22-kuni. Amerika Qo'shma Shtatlari Washington. Shir bo'lib yo'l bosqa men yo'l bermadim. Qancha yillar azob tortib tavranmadim. Gar o'simi o'z beshimdan eg'ir kunlar, vatan va din millatda yovga bosh egmadim. İstibdod zo'rliq, sharmisiz bosqinchilik, olamu insoniyat gulzoriga buzg'unchilik. Erkin azad yaşamak insoniyatning sha'nidir. Shun zaharlikdir bu yo'lga kim qilur buzg'unchilik. İnsanlar uchun inson qurmoqni tuzaq qopgan. Her yoqda eg'ir armon, bek az tepilir darman. Her qaysida bir davası quruq ig'vo. Gah şöhret, gah resva olmak bilen her davran. Davası adalettir, icrası rızalettir. Gavgası cehalettir, ol heyran, ol veyran. Bitsin, kurusun dünya, köysün, tügüsün dünya. Hiç yaşımısın dünya, şu çağda biter erman. Abdülaziz Mahzun eserlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz vatandaşlarımız. En ahırkı ötüp ketken tahminen 250 yıllık asaret tarihini hesapqa almaganda Sharq Turkiston xalqi asrlarca hür ve mustaqil yaşap gelmekte bulup o'tganki asrning dastlabki yerimida yurtimizning Qashqar va G'ulji viloyatlarida orqa-orqadan qurilib dunyoga jakalangan mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetlari bo'lsa, mana bu qahramon ajdodlarimizning milliy g'oya va irodasining dunyo tarixida qoldirib o'tgan aniq namoyandasidir. Biz bu yerda yuqorida izhor qilingan qahramon ajdodlarimizning izbosarlari bo'lish sifatimiz bilan surgundagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati nomidan butun Sharq Turkiston xalqiga, jumladan butun dunyo jamoatchiligiga shuni keskinlik bilan yana bir qatim namoyon qilmoqchimizki, yurtimiz Sharq Turkistonning faqat ve faqatla birla davası bulup, o bolsumu basqınçı Xitaylar tarafidan zorluq bilan besib olingan tuproqlarimizning mustaqillik davası bulup, o hergizmi Xitay ve onun himoyachilari targ'ib qilayotgandek oliy muxtoriyat yoki dushman Xitay bilan mushtarak holda demokratiya ve insan haqlariga kafolatlik qilish asosiga qurilg'isi federatsiya davası emasdir. Yurtimiz en oxirgi qatim 1949-yili Kommunist Xitoy bosqinchilari tarafidan ishg'ol qilinishidan tortib ta hozirgacha bo'lgan taxminan 60 yıllık müddet içinde Sharq Turkiston xalqi Kommunist Xitoy hukmronligiga qarshi davomli uzluksiz holda mücadele qilib kelmoqda bo'lib, yaqinqi o'tib ketgan 30 yil ichida yurtimizning har qaysi joylarida yuz bergan milliy ozodlik harakatlar, masalan 1980-yilning boshlarida Feyzabad va Qashqar viloyatlarida yuz bergan milliy ozodlik harakatlari va qo'zg'olonlar 1990-yili Baren vujudga kelgan Baren inqilobi, 1996-yili Xotenda yuz bergan Xoten qo'zg'oloni, 1997-yili G'uljida yuz bergan G'ulj qo'zg'oloni ve 2009-yili yurtimizning Toshkentda Urumchida yuz bergan
Ürümçi qo'zg'alini xalqimizning milliy ozodlik yo'lida elib bormoqda bo'lgan milliy inqiloblarining namoyandasi bo'lib, bular hargizmi boshqalar bozorga serayotgandek xalqimizning bosqinchi Xitoyning yurtimizdagi hukmronligini qabul qilgan sharti ostidagi barobarlik va demokratiyani tashabbus qiluvchi atalmish avtonomiya da'vosi uchun elib berilgan nishonsiz ahmoqona harakatlardan emasdir. Qurtulush yo'lida Sharqi Turkiston xalq tarafidan elib berilmoqda bo'lgan yuqorida izhor qilingan milliy inqiloblarimizning haqiqiy g'oyasi va mohiyatini ichimizdagi to'g'riliqni ko'rolmaydigan bag'ri ko'r milliy munofiqlar bilolmay yoki bilgan taqdirda ham o'zlarining ko'zlagan manfaatlarini nazarga olgan holda uni qasddan bilmaslik selib bilib og'ziga kelganini jo'ylab yurgani bilan buni Xitoylar toza o'tardi. Shuning uchun bular xalqimizning ozodlik yo'lida elib bormoqda bo'lgan bunda tavranmas irodasidan qo'rqib davomli endisha va rahatsizlik ichida turmoqda bo'lib, kommunist Xitoy hukmronligi o'zlarining Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'q etishdan iborat eng oxirgi g'oyasiga yetmak uchun mazlum xalqimiz ustida qo'lidan keladigan har turli inson qalbidan chiqqan vahshiyliklarni va suiqasd hiyla mikrlarni yurgizib kelmoqda. Masalan, Xitoylarning xalqimiz ustida elib bormoqda bo'lgan qirg'inchilik harakatlari, ya'ni uchuq oshkora yoki yoshirin o'ldirish, tutqun qilib turmalarga tashlash, zo'rlik bilan bostirish, xalqimizning g'oyasi, tarixi, diniy e'tiqodi, milliy kimliklari va milliy jo'grafiyasi haqida turmalangan saxta ma'lumot yasab tarqitib xalqni qaymoqtirish yoki aldash va har turli suiqasd ilmiy fikrlarni ishlatish yo'llari bilan xalqimizning jangovarligini yo'qotish, tug'utchaklash va shuning bilan birga yurtimizga milyonlab Xitoy ko'chmanlarini olib kelib yerlashtirish orqali xalqimizning naslini quritish, hatto xalqimizning til yazab va urf-odatlariga nomussizlarcha hujum qilish orqali xalqimizning aslini yo'qotish va vatanimizning yer osti va usti boyliklarini xohlaganicha talon-taroj qilish yo'llari bilan o'zining yurtimizdagi davlat terrorchilik siyosatini yurgizib kelmoqda. Xitoy hukumati o'zining yuqorida izhor qilingan xalqimiz ustida yurgizmoqda bo'lgan zo'rlik siyosatlarini ijro qilishda o'zlarining tarixdan beri xalqimiz ustida yurgizib kelmoqda bo'lgan o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rishdan iborat oz bedel to'lash bilan eng chong qutuqqa erishadigan ilmiy kiralik usuli bo'lib, Xitoylar o'zimizning yig'i bilan o'zimizning go'shini qo'rishda ichimizdagi oq bilan qorani, to'g'ri bilan xatoni, do'st bilan dushmanni va haq bilan botilni farq etish iqtidori bo'lmagan milliy munofiq vatan xoinlarini tanlab va topolmagan taqdirda undaqlarni tarbiyalab yetishtirib, andin ularning qo'llari bilan amalga oshirib kelmoqda. Xitoy hukumati o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish siyosatini burun asos jihatdan vatanimizning ichida yurgizib kelgan bo'lib, yurt teshida texi bunday bir vaziyat shakllanmagan edi. Lekin yaqinqi yuqorida izhor qilingan 30 yillik muddat ichidagi Xitoy hokimiyatiga qarshi elib berilmoqda bo'lgan milliy mujodalaning yurt teshidagi taraqqiyotiga ergashgan asosda chet ellardagi muhojirlar tarafidan
yurtimizning milliy ozodligini ko'zlagan asosda elib berilmoqda bo'lgan milliy harakatlar natijasida amdila yangidan bosh ko'tarishga başlagan milliy davoyimizni yo'q etishni maqsad qilgan holda o'zining shu ayni o'zining yerida o'zining go'shini qo'rish siyosatini xalqaralashtirishga resmiy başlaganligiga bir qancha yil bo'lgan bo'lib, atalmış mashhur Uyg'ur rahbarlaridan biri bo'lgan Erkin Elibtikinning izbosari Rabia Qodirov boshlig'ida yurtimizning mustaqilligini tonimaydigan demokratchi Xitoylar bilan birlashgan asosda yurtimizning mustaqillik davosini qat'iy tilga olmaslik shart asosida elib berilmoqda bo'lgan atalmış Ana Uyg'ur rahbarligidagi vatan davosi bunun birdan-bir canlıq misalidir. Özlərinin imanının yoxluğudan yoki oztili bo'lgan taqdirda ham onun bek susluğudan hatta ba'zilarning bütün kainatni yaratgan Allah'ni ham inkar qilish yoki onunğa ham tuhmat qilish natijasida vujudga kelgan qilmishlari sababidan vatan millatning milliy manfaatiga keltirmekte bo'lgan ziyonlarni azlab, hatta kommunist Xitoy hukumati ham taltikkis qilishga jur'at qila olmaydigan rezil qilmishlar bo'lib, bularning islomiyatni to'liq qabul qilgan asosda musulmondachilikning 5 farzini to'liq ijro qiluvchilar ustidan hatta Allah'ning Kur'an'dan ibaret bütün kainatga asas qonun qilib tushirilgan kalamida onun qil deganini qat'iy qilish va qilma deganini qat'iy qilmaslik prinsipiga asoslangan holda tuproqlari bosqinchi kafir Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilib olingan asoratli xalqning ozodlik uchun hayotini bag'ishlab Xitoy hukmronligiga qarshi jihad e'lon qilgan shahid g'ozi va mujohidlarimizni ham josuslik bilan ayblab, yanala o'zlarining xatolarini to'g'ri chiqarmoqqa urinishlari hadidan oshgan sharmandalik edi. Ular o'zlarining begona xalqimiz ustidan bo'libmi Xitoy qarshi qurolliq mujodala sepidagi qarindoshlarimiz ustida chiqargan xato hukmlarini to'g'ri chiqarmoq uchun agar biz ularni ayblamasak, dunyo jamoatchiligining oldida terrorchi yoki terrorchilarni desteklovchilardan bo'lib turilib kelib, ulardan elayotgan ta'minotlarimizdan ayrilib qolamiz deb o'zlarini qo'g'dashga urinishidir. En ahırda xalqimizning samiga shuni selib qo'ymoqchimizki, vatan davosini qilish, bo'libmi vatanni ozod qilish oldi bilan otalarning yoki onasidan erkak bo'lib tug'ilgan o'g'lonlarning burchi bo'lib, hargizmi onalarning yoki xotin qizlarning burchi emasdir. Vatanni palonchi onam ozod qiladi yoki qilyotidi deb chetga chiqaverishning ne kadar namus ish ekanligini nimishga bilgichiligimiz yo'q. Ayol kishiga qolgan da'vo mana mushunda fojialik oxirlashida qarindoshlar. Ayollarga vatanning da'vosini tutqizib talaqi chiqarib yetadigan mushundaq mantiqsizlikni faqat dinimiz İslam'da emas, hatta Allah'ni tonimaydigan komünist tuzumini red qiladi. Analar yoki ayol qizlarimizning zulm ichida tortmoqda bo'lgan alam masrat va og'iz zarlarning ularning o'zlarining og'zi bilan yoki vasliq holda dunyoga anglangani albatta da'voga foydali. Lekin Rabia Qodirov anamizni
ve yoki boshqa ana yoki xotin qizlarimizni cho'qon to'litish yoki ularning ko'z yoshlarini boshqalarga ko'rsatib maqsadga yetamiz degan xayolda ularni milliy ozodlik hissibimizning oldiga qo'yib olishimiz yoki chiqarib olishimiz hatta ularga yurt ichi va teshidagi milliy ozodlik davoyimizning rahbari degan eg'ir vazifalarni ortib qo'yib biz Sharq Turkistonning butun erkaklari bu mazlumlarning orqasida menish emas, hatta ularga hamma yukni ortib qo'yib, orqasidan mangmay, o'zlarimizning bilganini qilib, aniq yurish emas, Allohning yo'liga xiloflik bo'lib, musulmon Sharq Turkiston xalqining milliy g'ururiga qilingan eng buyuk haqorat va ahanetdir. Vatanning ozodligi ko'z yoshlari bilan qo'lga kelmaydi, qarindoshlar. Vatanning ozodligi bo'libmi yurtimiz Sharq Turkistonning ozodligi faqat ve faqatla onun ishqida aziz jonlarini berishga rozi bo'lgan yüz minglarcha shahidlarimizning qani bilan qo'lga kelganligini qat'iy esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Aziz vatandoshlar, asoratdagi bir millatning qulluqdan ozod qilinishining zurriyati oldi bilan shu asoratdagi millat ichidagi onalar va xotin qizlarning namusini va sharafini qo'g'dashning asosiga qurilganligini obdan bilishimiz lozim. Shuning uchun Rabiya xonimga o'xshash analar va xotin qizlarning da'vo qilamiz deb cho'qon tovlab ko'chaga chiqib olmasdan da'vo va vatan ozodlik ishlarini atalarga yoki erkaklarga qo'yib, uylarida bolalarni yaxshi tarbiyalab yoki ayollarga munosib keladigan ishlarni qilib, da'vo va ozodlik yo'lida kurash qilmoqda bo'lgan qahramon millatiga orqa saf turib destek berishini istaymiz. Ammo analar yoki xotin qizlarimizni vatan ozodlik sipining oldiga o'zinglarni atmanglar deyishning o'zi xato. Chunki bularni shunday qilishga majbur qilgan narsa ichimizda sapning oldiga onalardan yoki ayollardan burroq chiqadigan g'ururliq atalarning yoki erkaklarning mavjud bo'lmaganligidan, hatto mavjud bo'lgan taqdirda ham ularning sonining yetarli bo'lmaganligidandir. Vatanning ozodlik yo'lida har qanday narsani, hatto aziz jinini ham ayamaydigan farzandlarni tug'ib, yetishtirib chiqishning o'zi vatan millatga qo'shgan eng buyuk tuhfadir. Bizning bu yerda erkak bo'lish sifatimiz bilan analarni yoki xotin qizlarimizni oldingi safga chiqmaydi deganimiz hargizmi ularning jangovarligidan yoki talantlaridan qizg'anganligimiz bo'lmasdan, balki ularni qadrlaganligimiz va asraganligimizdandir. Janobi Alloh ayollarni mana shunday qilishga yaratgan. Ya'ni ayollar erlardan jismoniy badan qurilish jihatda ojizroq bo'lib, ayollar davomli erlar tarafidan qo'g'dirilib, bosirilishga muhtojdir. Shundaqla vatan da'vosi qilish, bo'libmi vatanni ozod qilish va uni qo'g'dash majburiyati ham erlarning zimmasida bo'lib, hargizmi uning aksincha emasdir. Büyük ihtiram bilen Anvar Yusuf Turani, Sharq Turkiston sürgündü hükümeti baş ministeri. 2011 yılı 4. ayının 22. günü. Amerika Qo'shma Shtatları, Washington. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Onundan başqa bular yana